Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Bugun sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzuyimiz psixologiyaning mustaqil fan bo'lib shakllanishi va ilk rivojlanish davri deb nomlanadi. Demak, bu mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat: psixofizika asoslarining shakllanishi, eksperimental psixofiziologiyaning vujudga kelishi, ilk psixologik laboratoriyalarning shakllanishi va psixologiya fanining institutsionallashuvi deb nomlanadi. Boshlaymiz. Psixologiya mustaqil fan sifatida shakllanishi 19-asrni o'z ichiga oladi, bilasiz bu narsani. Chunki bundan oldingi mavzularda aytib o'tdik, Vilgen Wundtning tajribalari 1879-yil. Bundan oldingi fikrlar, olimlarning va hokazo. Psixofizika asoslarining shakllanishi bilan bog'lab, psixofizika bu jismoniy stimul, ogohlantirishlar va ularga javoban paydo bo'ladigan sezgilar o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni o'rganadigan fan hisoblanadi va psixofizikaning asoschisi albatta Gustav Fechner hisoblanadi. Bu psixofizikada asosiy muammo ruh va tana, ya'ni ruh bu psixika, tana esa fiziologiya jarayonlari birgalikda qo'shiladi. O'rtasidagi bog'lanishni qanday o'lchash mumkin degan savol asosiy muammo hisoblanadi. Fechnerning asosiy yutuqlari bor. Albatta, psixofizikaning asoschisi hisoblangan Fechnerning asosiy yutuqlari nimadan iborat edi? Albatta, bu yutuqlar Fechner mutlaq sezgilar chegarasi borasida ham o'z tadqiqotlarini olib borgan. Sezgi paydo bo'lishi uchun stimulning qanday minimal kuchga ega bo'lishi kerak ekanligi haqida gapiradi. Demak, ma'lum bir sezgi jarayoni uchun hosil bo'lishi uchun kerak bo'lgan qo'zg'ovchi bu stimul hisoblanadi. Qo'zg'ovchining ta'siri qanchalik minimal bo'lsa, sezgining ta'sir kuchi o'shanga to'g'ri proporsional bo'ladi. Ya'ni sezgi kuchi qanchalik kuchli bo'lishi bu minimal chegaraning qanchalik minimal bo'lishi bilan bog'langan. Masalan, farq sezgilar chegarasi haqida gapiradigan bo'lsak, ikki stimul o'rtasidagi farqni sezish uchun ular qanday darajada farqlash kerak ekanligini bilish kerak deydi Veber qonunida. Fechner qonuni haqida gapiradigan bo'lsak, sezgining kuchi stimulning kuchining logaritmiga proporsional deyiladi. Bu psixik hodisalarni matematik usullar bilan o'rganish imkonini beradi. Eksperimental psixofiziologiyaning vujudga kelishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yo'nalish miya va asab tizimining ishi bilan bilish psixik jarayonlari o'rtasidagi bog'liqlikni eksperimental usulda o'rganishga qaratilgan. German von Helmholtz 1821-1894-yilda yashagan ushbu olim sezgi fiziologiyasini asoslab bergan. Ko'rish va eshitish sezgilarini fizik va fiziologik jihatdan o'rgangan, nerv impulslarining tezligini o'lchagan, u juda sekin ekanligini isbotlagan, bu reflekslarning ham sekin ekanligini tushuntirib berish haqida aytib o'tgan German von Helmholtz. Fransuz fiziologi Pierre Broca, ya'ni miyaning ma'lum bir qismlarining, masalan, Broca markazi degan ma'lum bir markaz bor, sentr Broca deyiladi bu. Shikastlanishi nutq qobiliyatiga ta'sir qilishini aniqlaydi. Bu miyaning lokalizatsiya g'oyasini kuchaytiradi. Lokalizatsiya g'oyasiga ko'ra demak, inson bosh miyaning vokal ma'lum bir markazlari ma'lum bir bilish yoki psixik jarayonlarga uzviy bog'liq ekanligi asoslab berilgan. Ilk psixologik laboratoriyalarning shakllanishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu psixologiyaning falsafadan ajralib mustaqil eksperimental fanga aylanishida hal qiluvchi qadam hisoblangan. Vilgen Wundt 1832-1920-yillarda yashagan olimimiz eksperimental psixologiyaning otasi hisoblanadi. Nafaqat eksperimental psixologiya, balki psixologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanishida Vilgen Wundtning eksperimenti juda katta ahamiyatga ega. 1879-yilda Leipzig universitetida, Germaniyada dunyoda birinchi rasmiy psixologiya eksperimental laboratoriyasi ochiladi. Bu psixologiya fanining tug'ilish sanasi hisoblanadi. Unga ko'ra psixologiyaning asosiy vazifasi ongning tarkibini sezgi, his-tuyg'u, tasavvur, tahlil qilish va ularni oddiyroq elementlarga ajratish yoki boshqacha aytganda strukturalizm yoki struktura ongni qismlarga bo'lish asosiy g'oyasi
bo'lgan. Ichki kuzatish, introspeksiya, demak bu tushuncha ancha oldin paydo bo'lgan yoki o'rta asrlarda Xitoyda, Hindistonda va boshqa sivilizatsiyalarda ham ichki kuzatish, introspeksiya asosiy masala hisoblangan. Shu orqali juda ham ko'p tushunchalar kirib kelgan psixologiyaning rivojlanishida ushbu metodning ahamiyati juda ham katta. Ichki kuzatish, introspeksiya usulini takomillashtirgan, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kuzatuvchilar o'z his-tuyg'ularini tasvirlab berishi xususida ham Vilhelm Wundt o'z izlanishlarida aytib o'tgan. Psixologiya fanining institutsiyalanishuvi haqida gapiradigan bo'lsak, psixologiya tez orada butun dunyoga tarqala boshlagan va bu universitetlar tizimida mustahkam o'rin olgan. Maktablar va yo'nalishlarning paydo bo'lishiga qaraydigan bo'lsak, Wundt va uning shogirdlari maxsus Leipzig maktabini, ya'ni strukturalizmni yaratgan. Ushbu maktabda yuqorida ham aytib o'tdik. William James AQShda funksionalizm, ya'ni psixikaning tarkibi emas, balki uning vazifasi muhitga moslashishdagi roliga qiziqqan. James maktabi asosan AQShda bu funksionalizm, ya'ni ongning funksiyasi, maqsadi, ishlashining asosiy xususiyatlari, qismlari esa strukturalizm hisoblangan. Sigmund Freud albatta Avstriyada alohida maktab yo'nalishi paydo bo'lgan. Bu maktab psixoanaliz maktabi hisoblangan. Bu ong ostidagi jarayonlar, jinsiy instinktlar va erta bolalik tajribasining ahamiyati haqida ta'kidlanadi. Wundt va strukturalizm Leipzig maktabi haqida gapiradigan bo'lsak, uning asosiy g'oyasi psixologiyaning vazifasi ongning tarkibiy tuzilishlari, ya'ni structure deymiz yoki struktura va uning asosiy elementlarini aniqlash hisoblanadi. Xuddi kimyogar moddalarni elementlarga ajratganidek, psixolog ham ongni uning asosiy bo'laklariga ajratish kerak deb aytadi Wundt. Qiziqtiriladigan asosiy savol ong nimalardan tashkil topgan deb aytiladi. Metodologiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu yerda ichki kuzatish, introspeksiya, maxsus tayyorgarlik ko'rgan va tajribali kuzatuvchilar o'z ongidagi hodisalarni sezgi, his-tuyg'u, tasavvurlarni tafsirlab berishda bu juda qat'iyatli nazorat ostida laboratoriya sharoitida olib borilgan. Bu yerda asosiy tushunchalar sezgi, his-tuyg'u, tasavvur hisoblanadi. Sezgi sensation yoki ongning eng oddiy asosiy element, masalan, qizil rang issiqni, shirin ta'mni qabul qiladi. Keyingisi his-tuyg'u affection deyiladi. His-tuyg'ular emotsiyalar, sezgiga hamroh bo'ladigan yoqimli va yoqimsiz hislar. Keyingisi tasavvur, imagery yoki imagination deyiladi. Ongdagi mental obrazlar, bu tasavvur hisoblanadi. Qisqacha strukturalizm ongning nimaligi haqidagi fan. William James funksionalizm yoki AQShning Chicago maktabi asosiy g'oyasi ongning tarkibi emas, balki uning vazifasi, function yoki maqsadi muhim deb aytib o'tadi. Aqlning asosiy vazifasi ongimizni atrof muhitga moslashishga yordam berish. Ong foydalidir, chunki u bizga hayotda yashash imkoniyatini beradi. Asosiy savol bu yerda ong nima uchun mavjud, u qanday qilib ishlaydi va bizga qanday yordam beradi degan savol William James funksionalizm maktabining asosiy maqsadi hisoblangan savolga javob topish. Albatta metodologiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, introspeksiyadan ham, lekin undan ko'ra tajriba, kuzatish, bolalar va hayvonlarni o'rganish, shuningdek psixopatologik holatlarni tahlil qilish kabi turli usullardan foydalanilgan va asosiy tushunchasi ongning oqimi, moslashuv amaliyoti. Ongning oqimi ong statik emas, doimiy oqim holatidadir, o'zgarish potok holatidadir deb aytib o'tishadi. Moslashuvga ko'ra aql va xulq-atvor muhitga moslashish uchun xizmat qiladi. Demak, insonning ongi, aqli va xulq-atvori muhitda yashab qolish, moslashishga asosan yordam beradi deyiladi. Amaliyot bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bilim amaliy foydasi bilan baholanadi. Bu pragmatizm deyiladi. Bilimning amaliyotda qo'llanishi va bundan olinadigan profit, foyda, demak, pragmatizmning asosi hisoblanadi. Funksionalizm ongning nima uchun va qanday ishlashi haqidagi fan. Bu Amerikada behaviorizm va amaliy psixologiyaning rivojlanishiga zamin yaratadi. Freud va psixoanaliz. Endi bu yerda Avstriyaning Vena maktabi hisoblanadi. Asosiy g'oyasi inson xulq-atvoriga ong ostidagi kuchlar, instinktlar, xotiralar, bolalikdagi konfliktlar boshqaradi deb aytib o'tadi. Haqiqiy psixologik sabablar odam o'zi ham sezmaydigan chuqurlikda yashiringan deb aytib o'tadi. Psixoanaliz maktabi namoyon qiladi.
Asosiy savol inson xatti-harakatlarining haqiqiy, lekin yashirin sabablari nimalar degan savol yotadi. Bu yerda asosan ongsizlik, ong osti haqida tushunchalar bor. Metodologiyasi, bu metodologiyasi Freyd maktabiniki, o'sha psixoanalizniki erkin assotsiatsiyalardan boshlanadi. Bu bemorga birinchi kelgan fikrni aytish buyuriladi va ushbu tushlarning talqin qilinishi, erkin assotsiatsiyalar orqali o'rganilish ongsizlikni va ong ostini o'rganishga asosiy zamin yaratgan. Asosiy tushunchalar bu shaxsiyatning tuzilishi, o'zgarishlar, shaxsiyat tuzilishi bu yerda id, ego va super ego haqida gap ketadi. O'zgarishlar daxlsiz konfliktning ong darajasiga olib chiqish, ularni hal qilish. Qisqacha psixoanaliz ongsizlik va uning kuchlari haqidagi fan ekanligiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Umuman olganda, o'sha shaxsiyat tuzilishida id, insonning ichki instinktlari, uning biologik ehtiyojlari hisoblansa, ego realistik prinsipi yoki insonning meni, uning ongi, ongli xatti-harakatlari. Super ego esa jamiyat, davlat qonunlari, undan tashqari ma'lum bir qonun-qoidalar, yozilgan va yozilmagan rasmiy va norasmiy qonun-qoidalar, axloq qoidalari, moral deyiladi yoki bu narsa. Bularning barchasi super ego qavatida mujassam. Ushbu 3 ta qavat insonning psixikasini tushuntirib berishga yordam beradi deb aytgandi Freyd. Qadrli talabalar, bugungi sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzuimiz shundan iborat edi. O'sha psixologiyaning mustaqil fan bo'lib shakllanishdagi eng ilk rivojlanish davri, bu maktablar va yo'nalishlarning paydo bo'lishi, bu fanlar rivojlanishi juda ham katta ahamiyatga ega. Salomat bo'ling, yana ko'rishguncha sog' bo'lasiz.